Bugungi kunda shahar va tumanlarimizning barqaror rivoji avvalo zamonaviy infratuzilmaga bog'liq. Yo'llar, piyodalar yo'laklari hamda oqova suv tarmoqlarini yangilash aholi hayotida qulaylikni ta'minlaydi. Xorazm viloyatida ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar hozirgi lavhamizda. Oxirgi yillarda Xorazm viloyatida keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari natijasida hududlar infratuzilmasi yaxshilanmoqda. Yangi yo'llar barpo bo'lyapti, mavjudlari ta'mirlanyapti, piyodalar yo'laklari barpo etilib, aholining xavfsiz harakatlanishiga ahamiyat qaratilmoqda. Kanalizatsiya tizimlarining yangilanishi tozalik va ekologik xavfsizlikning muhim kafolatidir. Ayni kunlarda Urganch shahrida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-apreldagi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida Xorazm viloyatining kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish va qurilish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan oqova suv tarmoqlarini bunyod etish ishlari olib borilyapti. Urganch shahrida bugungi kunda 111 kilometr oqova suv tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Bu bilan erishiladigan natijamiz Urganch shahrida oqova suv tizimlarini yaxshilash, mana ko'p qavatli joylarni kanalizatsiya tizimlari bilan ta'minlash, aholiga qulay shart-sharoitlarni yaratishga erishiladi. Urganch shahridagi kanalizatsiya tizimlarining 50% ta'minlangan bo'lsa-da, ushbu loyihamiz amalga oshirilishi natijasida 75% ga oshirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, bu yerda Urganch shahri va Urganch tumanini bog'lovchi asosiy yo'l ta'mirlanib, yo'lning ikki tomonida piyodalar va velosiped yo'lakchalari qurilyapti. Aholiga qulaylik yaratish hamda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida umumiy foydalanuvdagi davlat ahamiyatini ega 219 Urganch shahar aylanma avtomobil yo'lini 8,5 kilometr, ya'ni 2,5 kilometr qismida ta'minlash ishlari davom qilmoqda. Urganch shahar bilan Urganch tumanini bog'lovchi mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'limizni ham ta'minlash ishlari dasturida asosan shu yangidan qoplama yotqizish hamda tungi chiroqlar o'rnatish ishlari amalga oshiriladi. Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasiga qarashli tizim korxonalari, ish xodimlari va texnikalar shu ikki smenali ishlarni olib borib turibdilar. Obyektimizni shu dekabr oyi oxirigacha foydalanishga topshirib, shu aholiga qulaylik yaratish maqsadimiz bor. Asosan ushbu yo'ldan tumanlardan kirib kelib shaharga o'tib ketishda harakatlanadigan avtomashinalarga sharoitlar yaratilib, yo'lning o'tkazuvchanligi oshishiga erishiladi. Hududda yaqin kunlarda quyosh panelida ishlovchi tungi yoritish chiroqlari o'rnatish, ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilib, talabga javob beruvchi avtomobil yo'liga aylanishiga erishiladi.